Assalomu alaykum. Mana bu skuterimizni bir video qilgan edik. 25 tezlikda harakatlanadi va balon tezligi ham mana shu 25 tezlikda. Buni aytib o'tibsizlar, GAI tekshirsa prava talab qiladi deb. Xo'p, GAI akalarimizga jo'natib ko'ringlar. Hamma yozyapti. Kommentariyaga yozinglar yoki bo'lmasa video qilib chiqarishsin. Motorda kilovat yozilmagan. Harakatlanish tezligi speedometri 25, balon tezligi ham tekshirsa 25 dan kam chiqadi. Mashinani yoki bo'lmasam telefonda GPS ta oladigan bo'lsanglar, 25 tezlikdan ancha past buniki. Tekshirib ham ko'rdim. Bu videoyimni jo'natib ko'ringlar. Bu Li7 N17 modeli, Li7 deb laqab qo'yganmiz bunga, chunki Li7 ga o'xshab yonadi faralari. Shuni hisobiga bu videoyimni GAI xodimlariga jo'natib ko'ringlar yoki kommentariyada yozsin yoki bo'lmasam nima deydi, video qilib chiqarishsin. Aynan shu skuterim uchun prava talab qilinadimi? Ikkinchisi nomer taqish shartmi? Shuni javobini kommentariyada yozsanglar ham bo'ladi. GAI akalarimiz ko'radi bu videoda. Bu yashirincha narsa emas, chunki bizni zavod orqali chiqayotgan detskiy rejim joriy qilingan bunga. Bitta bu modelda emas, boshqa modellarda ham detskiy model rejimi ishlaydi. Shuni hisobiga kommentariyada yozinglar yoki bo'lmasam bitta video qilib chiqarsanglar ham xalqimiz uchun manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Fuqarolar uchun bilmagan narsalarni bilishib oladi. Chunki kichkina skuterlarda ham detskiy rejimlari pult orqali ishlaydi. Adashmasam detskiy rejimga tushadi ular ham. Ularni ham video qilib chiqarishga harakat qilaman.